uni hech qanday tumor himoya qilolmaydi. Uni faqat Sulton Sulaymon himoya qilishi mumkin. Bas qil! Darhol uzr so'ra Xurramdan. Uzr so'ra dedim. Afv eting. Xurram bir xanjar hukmdorim. Sizga va sulolamizga sanchigan Menga yer berma. Seni yaxshi ko'rganim, aytgan hamma gaplaringga chidayman degan emas. Bu gapni o'zingga olma, Xurram. Bu oilaviy muammo. Xurram ham oilamiz a'zosi volidam. Siz qabul qilasizmi, yo'qmi? Hech kim o'zgarib turolmaydi buni. Yaxshi ko'rmasa ko'rmas. Men seni sevaman, shuni o'zi yetarli. Qo'y ularni valdiray berishsin.